Farg'ona Ikko shaharda biz vizitga kelganmiz. O'zimizni mahalladoshimiz Jahongir akamiz. Damazlarini, mayatniklari uzilib ketibdi. Xitoy mayatnidan qo'yishgan ekan. Ko'rshaminku. Chirt uzilib ketgan. Bu Xitoy varianti bo'ladi. Shaybani bu shaybasi bo'ladi. Shayba katta bo'ladi. Mayatniga qo'yganlaringda shu pachimlikda bosib qoladi. Pachimlik keyin aylanadi, ro'l og'irib qoladi. Shu hisobga keyin mayatni ham bu xil narsa bo'ladi. Hech holda tursalar silib ketadigan variant. Bu o'zini zavodskiy mayatniga yasalgan pachimlik. Zavodskiy bo'ladi. Uni pressda bossangiz ham ancha-muncha pacha qolmaydi. Pachimliklari original bo'ladi. Shaybalari pachimlikni o'ziga aylanadigan holatda bo'ladi. Atrofiga aylanmaydi. O'rtasida sentropka bo'ladi. Mayatnikda ko'pchilik adashib qolyapti. Xitoy variantiga qo'yganda original variantini qo'yishni tavsiya qilamiz. Akamizdan shu Ikko shahardan to'g'ri kelgani aka-baka burilmagan. To'g'ri shu soyilcha qo'ygan. Shu gaplarga qolib tura olishgan. Odatda kelishlarni bitib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqa qilib kelaverasizlar. Joyingiz sog' bo'lsin.